Tayyor remontli kvartira so'raysizlar. Mana sizlarga Orizo Rezidence'dan tayyor remontli kvartira, maydoni 59 metr kvadrat. Bir boshdan azor, asosiy kiruvirish eshigi, ozgina chalalar bor, keyin uyligacha hammasini tugatib qo'yamiz. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yamiz va shu videoni 2 xonali tayyor remont kvartira izlab yurgan tanishimizga jo'natib qo'yamiz. Oshxonasini ko'zdan kechiramiz. Chiroyli holatda, o'zini balkoni ham bor. Oshxonada balkon bo'lishi bu ko'pchilikga qulaylik, bilasizlar. Ovqat pishirayotganda ochib qo'ysanglar, ovqat hidlarini tortib ketadi. Endi esa keyingi xonamizni ko'zdan kechiramiz. Bu yoq taraf bitta spalni, yonginasida esa o'zini kenggina zalni ko'rishimiz mumkin. Uyimiz 16 qavatli domda 9-qavatida joylashgan. Uyimizni xohlasangiz bitta pasport va boshlang'ich to'lov bilan birlamchi ipotekaga xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich 21800 dollar bilan oylik to'lov 6 million 400 ming so'mdan 17% ipotekaga chiqarib beramiz. Agarda kelib naqd sanayman desanglar, uyimizni tan narxi 56800 dollar. Videoga like bosib, yaqinlarga tarqatib qo'yamiz.